Odamlarning ustidan kuladiganlar, diqqat bilan eshiting. Agar siz kambag'alni ko'rganingizda gadoy yoki sariq odamni ko'rganingizda sariq mashak deb yoki kimnidir sholpar, ko'zi qisqani karis, bitko'z, piska deb yoki kambag'alga bu nochor deb yoki qishloqdan kelganda omi qishlaqi deb yoki shaharlikni shaharlik olifta deb va umuman insoniyatni ko'rganingizda uni kamsitib ustidan kulayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling, siz odamlarning ustidan emas, odamlarni yaratgan Robbisini ustidan kulayotgan bo'lasiz. Buning hisobi, buning iqobi, buning azobi juda qattiq bo'ladi. Chunki inson shaharda tug'iladimi, qishloqda tug'iladimi, boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, oq bo'ladimi, qora bo'ladimi, ko'zi dumaloq bo'ladimi, yo qisiq bo'ladimi, yoki burni katta, yoki qulog'i katta, yoki kichkina bo'ladimi, yoki bo'yi past bo'lib, yoki bo'yi novcha bo'ladimi, biror insonning qo'lida emas bu narsalarni o'zida yaratish. Buni Xudo yaratgan. Unga u bo'yni, u ko'zni, u rangni, quloqni, burunni nima bo'lsa, siz ustidan kuladigan har qanday narsani unga Xudo bergan. Hattoki bir insonni shaharda yoki qishloqda, sahroda yoki tog'da tug'ilishi ham uni o'zini qo'lida emas. Shuning uchun odamlarning ustidan kulayotgan nodonlar, diqqat bilan eshiting. Siz odamlarning emas, uni yaratgan Xudoni ustidan kulayapsiz. Va buning hisob-kitobi juda og'ir bo'ladi. Kulmang birovni ustidan. Davlatimiz tomonidan ham odamlarning sha'ni, obro'yi, joni, moliga tajovuz qonunan jinoyat deb hisoblanadi. Va diyonatan bu o'ta og'ir gunoh hisoblanadi. Shuning uchun birovni ustidan kulmang, toki sizning ustingizdan ham kulmay turib siz bu dunyodan ketmaysiz.